Qo'ylardan bir ko'rsatib ketamiz obunachilarga. Bu mana bizda ona bola qo'ylar. Qarayda mana. Buni bolasi emas, shu uchun qo'ymaydi. Bolasi jigarrang. Mana shu. Malla. Ana shu 2 oylik desam ishonasizlar mana shu qo'ziga. Mana shu 2 oylik. Bular mana ko'k. Bittasi qo'chqor, bittasi sovuq. Bu yoqda mana bizda egizchi qo'ylar. Mana bu 3 ta tug'adigan qo'y. Mana bu ham xudo xolasa kutyapmiz. Bu ham 3 ta tug'adigan qo'y. Bu 2 ta tug'adi, hisori qo'y. Mana bu 4 ta tug'adigan qo'y. 3 ta bolasi bor hozir yonida. Mana bu 2 ta, mana bittasi. Mana bu hisori qo'ydi, mana bu 2 ta bolasi. Mana bu 3 ta tug'ish kerak, xudo xolasa. Nasib bo'lsa, qornlari. Mana shunaqa. Kechki sayr. O'zi ham rosa 11 dan o'tyapti soat. Bundan kelib bir 5-10 minut aylanaman-da. Tomosha qilaman. Mana shu qo'zi 2 oylik. 2 oylik plus minus 10 kun bo'lishi mumkin. Adashayotgan bo'lsam, mabodo sanasi esimda yo'q. Men bularga 2 oy bo'lgan. Shu sovliq bu. Mana bu sovliq bolasini olamiz xudo xolasa. Chunki juda zo'r tashlangan. Mashalloh. Onasi mana shu oddiy qo'y mana shu onasi oddiy. Keyin nima desa bo'ladi? Bozorlarda maslahat beraman. Onasini tishi qari bo'ladi-yu, endi yana masalan 8 tish, 6 tish, 8 tish. Bolasi bor. Bolasi normalniy bo'lsa, arzonroqqa olaverish kerak. Chunki qo'y qarib chiriguncha ham bola tashlab beradi yaxshi. Olish kerak. Arzonroqqa bolasini kattaroq qilib, onasini yana bitta bola olib yoki o'zini yemlab go'shtga sotaverish kerak. Shunaqa. Buni bitta bolasi qo'chqor, bitta bolasi sovuq. Mana shunisi. Mana shu sovuq, bunisi qo'chqor. Yoki adashdimmikan? Menimcha adashdim. Katta ehtimol. Bunisi sovuq, bunisi qo'chqor. Shunday edi. Istem qolmagan. Bir xil. Mana bular suvini qaranglar, rangi boshqacha, vitamin solib qo'yganmizda. Mana buni 3 ta bolasi bor. Hozir 4 ta tug'atda, bu bittasi o'lib qolgan. 3 ta bolasi ham sog'liq. Bu ham, mana bu yotgan ham, mana bu ham. Xudo xolasa, nasib qilsa bularni bolalarini hammasidan nima desa bo'ladi, asr olamizda, ko'paytiramiz. Buni ham bitta bolasi sog'liq. Bundan ham. Mana buni ham bitta bolasi sog'liq. Shu oq sog'liq, qorasi qo'chqor. Nasib qilsa, inshaalloh, Xudo xolasa hammasini ko'paytiramiz bolasidan. Shunaqa. Ona bolali qo'y olib, tadbirkorliklaringni, chorvalarni boshlab olishlaringni maslahat beraman. Ona bolada baraka katta. Lekin ja qimmat olib qo'yish kerak emas. Qarash kerak bolasi va onasiga. Qoplaydimi, o'sha pulni arziydimi? Qo'yish kerak. O'tgan safargi videodan keyin ko'plar qo'chqorlarni ko'rsating degan ekan. Mana biz qo'chqorlar. Bitta qo'raga, 2 ta qo'raga tiqdim majburlab. Ona bolalar sig'may qoldi, bolalar sal kattalashgandan keyin. O'shaning uchun 2 ta qo'raga sochib tashladim qo'chqorlar hammasini. Mana bizda qo'chqorlar. Mana gazanglar.
shuni to'g'risi olishga javob qilmayapti-da. Zotga ham yaxshigina qo'shqo'rlar bor. Kim xohlasa zotga ham beramiz. Mabodo xohlovchilar bo'lsa. Mana bu qaranglar hali ham yuribdi-da meni izlab. Kibaqay. Linda. Ко мне. Давай. Baqa kel. Izlab ketdi mana kirib. Mana. Ikkita. Qarang. Yo'q emaydi. Ha, mana buni ham bolasi anchagina zo'r. Mana bu ham kostyumasim, mashalloh. Mana shu ham 2 oylik bo'ldi endi. Uzun, juda uzun sovliqcha. Qaranglar uzunligini, mana shu onasi bilan barobarda. Mana onasi ham turibdi. Shu sovliqcha. O'sha jigar rangidan 15-20 kun, 15 kun farq bilan tug'iluvdi. Mana shu bilan. Bu ham zo'r. Bu ham zo'r. Bo'yi uzun.